Gilam yuvdirma xotinga. Xotin tender oltinga. Shu maqolda qaysi kompaniya ko'p ishlatadi? Undan bexabarman. Bexabarmisiz? Yo'q, mayli. Unaqa bilmaymiz, yoshlarga berasiz qizim. Gilam yuvish kompaniyalar bo'lsa kerakda. Qaysi? Rivojmi? Yo'q. Gilamjonmi? Yo'q. Afsuski topolmadingiz. Elif. Yo'q, afsuski topolmadingiz. Mana tovadagi banyerda ko'rganman. Ancha payt oldin. Ati bormi? Ismini bilmayman, gilamni yuvdirmayman hech qachon. Gilamjon yuvishdami? Ya jichcha topolmadingiz. Almansur. Topdi. Shu vaucherda oyda oxirigacha ishlatishingiz mumkin. Almansurmi? To'g'ri. Shu vaucherda oyda oxirigacha ishlatishingiz mumkin. Javobingiz? Almansur. To'g'ri. Shu vaucherda oyda oxirigacha foydalanishingiz mumkin. Nasıl gilam yuvish? Voy, malades. Pufti. Bering, mana. Opa, shu oyda oxirigacha amal qiladi. 100 ming so'mlik bo'lsa, 100 ming so'm bekarga yuvilib qoladi. Agar 3-400 minglik bo'lsa, 100 ming ayirib yuboradi.